Assalomu sizlar bilan Fayzo Jigarli. Bugungi videoda biz Roblox lekin Minecraft emas, aynan uchib turib biz birorta brend olishimiz kerak. Mana hozir shuni olamiz. Yana boshqalarga esa uchga anaqamiz yo'q. Hozircha shuni olamiz. Yangi skin qildim jigarlar. Undan 0 gacha baho berib chiqinglar, faqat 0 demanglar. Bu o'zim mana ekanman. Nima qo'yib bo'lmayapti? Chimpanzini, bananini. Qo'yib. Sekundiga 75 olib berar ekan. Ana biz 500 Robux bor yo'q, hali kerak emas. Ana nechta topchilarcha? Davay. Sekundiga 17. Mana zo'rini topdik. Qo'l bo'ldi. Rozon 8 sekund yopchilarcha. Hop, endi bu pullarni qayerga ishlatamiz? So. 5k kerak ekan, 5k. Jigarlarning videomiz bir qadam oshibdi, bir teshcha bo'lib. Короче, agar yana shu videoni yoki da o'sha remontni 3-qismi olamoqchimisizlar? Agar o'sha remont 3-qismi ko'rmoqchi bo'lsanglar 3 deb yozinglar. Agar mana shu videoning 2-qismi chiqsin desanglar 2 deylar. Masalan, nima deydi? Bitta sonlar. Ko'raman bir kunda nechta prosmotr yig'alar ekanmiz. Bular kerak emas menga. Bu yog'i yurgmayman. Necha bo'lgandir, necha bo'libdi. Hali buni video blogerlarda ko'rmagansizlar. Yetadi anaqacha. Bunday qilib uchib borsam. Nechta o'pchilarcha? Hammadan ko'pi. Davay. Hozir olib borganim bir ting bo'ldimi? Ko'ramiz, bundan zo'r brendlar ham olar ekanmiz. Bundan zo'r brendlar bo'lsa kerak. Hozircha bichni zonadamiz.
Так, давай. Ulgimiz. Обычная зона. Zona emas. Bo'ldi, uyga keldik. Aql pulimi 35 gacha qilib oldim. 35, 37, 38, 39, 40 ta qilib olib 7 bam ortadi. 18 bo'ladi. Yetkazmasam kerak. Uncha zo'r uzoqqa chopib ketmaydi. Uyga boraveraylik. Mana shu 300 qancha davron olib keladigan yaxshi. Bu maşını kuchaytirsak ona sekundiga bir qop keladi. Aytgancha mana Instagram profilimga YouTube kanalimga Telegram kanalimga obuna bo'lib, Telegram kanalimga tushib, Telegram kanalimni ko'rsataman. Telegramga o'tib turib mana birinchi bo'lib chiqib keladi. Ya'ni mana ularni hammasini xohlasangiz olib tashib turib men kanalni kuchchi amaniki mana shunday qilib turib qilsangiz ham shu kanalni chiqib keladi yana. Hatta yuzim ham ko'rsatilgan. Mana shu videoda yuzim ham ko'rsatilgan. Bemalol yuzimni ham ko'rib olaverasizlar. O'zi yuzim kanalimda ko'rinib turibdi ana. Ana yoz uchun luk, kiddos uchun luk, ashunaqalar bor mana. Kimdir ko'ribdi. Storylarim mana. Mana shu yoqqa podpiska olib qo'ysalaring. Instagram accountimda ham bunday kirib turib podpiska tashlab qo'ysalaring. O'shdan kanalimiz yukasi bor mana. Ana shu kanalga endi mana shuni ko'p narsani ustiga bossalaring, kanalimga o'tib ketasiz. Ana Telegram kanalda bo'ldi. Podpiska bosib qo'yildi mana shu kanal. Yana qanaqa nimalarda o'ynayman, Minecraftmi yoki Robloxmi? O'sha gap. Luboy emas-u. O'sha mana shu ko'rayotgan videoyingizni like bosasiz. Shartlar o'rgatib o'taman. Qarang. Agar shu videoga 16 ta like yig'sa, Luboy bitta o'ynayman. Faqat Minecraftdan zerikkanlar bordir. Mana shu videoga hammaga salom deganlar, sizlar bilan Fayzo bugungi video. Mana nomini tashlaganman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Keyin mana shu videoni
ikkinchi qismi chiqsinmi yoki mana uy qurishni uchinchi qismi chiqsinmi? Ularni o'zlari aniqlaysizlar, ya'ni aniqlash uchun 3 yoki 2 ni tashlab qo'yasizlar. 2 bu mana shu videoning ikkinchi qismi. 3 mana uy qurishni uchinchi qismi jigarlar. O'zlari aniqlanglar. Hammaga xayr. Qaysi o'yinda o'ynashimni yozib ketinglar.